Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Anoraxon opa siz bo'lasizmi? Ha? Yaxshimisiz opajon? Salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Rahmat. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal dilsizxorlarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday samimiy tilaklarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? O'g'lim Jamshidjon bo'lsa kerak. Yana taxminlaringiz bormi? Qizlarim bo'lsa kerak. Sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi, bilasizmi, onajonim meni jonu jahonimlar, borlarga shukronalarim bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin, hamisha baxtimizga sog' salomat yursinlar deya ta'kidlaguvchi farzand ne'matingiz qizingiz Dilnozaxon nomlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelgan ekan. Rahmat. Ularga qo'shimcha tarzda yana bir qizingiz Dilavruzxon opa, o'g'illaringiz Jamshidjon, Jasurbek akalar, kelinlaringiz Nafisaxon, Kamollaxon opalar, nabira ne'matlaringiz va barcha yaqinlaringiz nomlaridan qabul aylaysiz. Rahmat. Ijozat bersangiz, mana shu jigarbandlaringizni sizga atalgan samimiy tilaklarini Alloh qodir qilguncha o'z egasiga, ya'ni sizga yetkazib bersam maylimi? Rahmat. Tashakkur. Assalomu alaykum qadrligimiz, qadrli insonimiz, qadri balandimiz, qadrdonimiz, mehrligimiz, mehribonimiz, xonadonimiz qirolichasi. Bizni jondan aziz saylab, mehr muhabbatga o'rab, asrab avaylab voyaga yetkazgan, hamma qiyinchiliklarga, har bir mehnatlarga bardosh qilgan, sabrlarda tengsiz aziz onajonimiz. Yo'limizga ko'z tikuvchi jannatiy farishtamiz, aziz va mukarram mehribonimiz onajonimiz. Bu yorug' dunyoga kelishimizga sababkorimiz, rangidan rang, jismidan quvvat bergan, tug'ilganimizda dunyolarga sig'may quvongan, mehribon, xushzabon jannatim onajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Duolar ijobatim, qalbi quyoshim, bizni baxtimizni Allohimdan so'rab turguvchi farishtam. Biz deb yelib yugurib mehnat qilgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan volidai muhtaramam. Har bir qilgan mehnatlaringiz uchun umrimiz so'ngiga qadar boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz onajon. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, hamisha sizdek onaning farzandlari ekanligimizdan faxrlanamiz. Siz bizga shunday mehribon, duogo'y ona bo'ldingizki, hech qachon o'zgalarning onasiga qarab, qani endi shu meni onam bo'lsaydi demadik. Volidam, go'zal yuzligim, bilaman ba'zan dilingizni bilib bilmay og'ritib, sizni xafa qilib ranjitib qo'ygan kunlarimiz bo'ldi. Mana shunday paytlarimiz bo'lgan bo'lsa, Alloh uchun bizni kechiring. Sizga ikki dunyo saodatini tilaymiz. Biz farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Shodon kulgularingiz, go'zal yuzlaringizni bezasin. Inshaalloh haj, umra safarlarga bormoqlikni, Makkatullohni ziyorat qilib, Ka'batullohni ko'rmoqlikni yaratganim nasibi ro'z aylasin. Boringizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizni bizga tuhfa aylagan, sizdek ona bilan siylagan Robbim Rahmonimga hamdu sanolarimiz bo'lsin. Ilohim 90-100 yoshlarda ham davralar to'rida bizlarni duolar qilib, yaxshi kunlarimizda bizlarga bosh bo'lib yuring deymiz. Bizlarga bergan tarbiyangiz, barcha mehnatlaringiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Doimo aziz boshingiz omon bo'lsin. Mehrli ko'zlaringiz namni, nurli yuzlaringiz g'amni ko'rmasin. Hamisha farzandlaringiz, nabiralaringizni rohatini, kamolini ko'rib yuring. Qalbimiz qo'rida, yuragimizning to'rida siz onajonim. Barchasi uchun sizga tashakkurlarimiz bo'lsin. Allohim hamisha sizni o'z panohida asrasin. Onajonim, sizga barchasi uchun, hayotimizda borligingiz uchun rahmat. Mehribonim, oqko'ngilim, g'amxo'rim onam, doimo sog' salomat bo'ling. Sizni hamisha yaxshi ko'ramiz. Duolarimizda, niyatlarimizda har doim umrjoningizni, sog'lik va salomatligingizni so'rab turamiz. Qayerda bo'lsak-da, sizni mehringizni his qilib yashaymiz. Allohim umringizni hamisha ziyoda qilsin. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin. Ajinlar tushmasin nurli yuziga. Ko'z yosh to'kilmasin yuzu ko'ziga, barcha baxtni bergin uning o'ziga, onamning jonini asra Allohim. Dunyo g'amlarini bir chetga surgin, barcha yomonlarning yo'lini burgin, mayliga dardlarning yo'lini to'sgin, onamning jonini asra Allohim. Bedor o'tkazmagin sokin tunini, eng yaxshi kun qilgin uning kunini, orzu baxtga to'ldir nurli yo'lini, onamning jonini asra Allohim.
hajga borishni ham nasib aylagin, jannatlardan bir joyni unga shaylagin, eng zo'r ona deya uni tanlagin, onamning jonini asra Allohim deya mana shunday chiroyli nomalarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Rahmat, sizdan sog' bo'ling. Rahmat. Hamma sog' bo'lsin. Sizdan sog' bo'ling. Albatta biz ham mana shunday samimiy tilaklarga qo'shilib qolamiz. Doimo yaqinlar, farzandlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang deymiz. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib bo'ling opajon. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman.